Davlatimiz tomonidan xususiy tibbiyot tarmoqlariga qaratilayotgan e'tibor ularga bildirilgan yuksak ishonchdir. Bugungi ko'rsatuvimiz orqali Guliston shahrida joylashgan Ravshan davolash maskanining faoliyatiga to'xtalib o'tamiz. Mazkur klinika yuqori texnologik innovatsiyalar asosida o'z faoliyatini yo'lga qo'ygan. Sirdaryoda ham tibbiyot turizmi rivojlanmoqda. Guliston shahrida joylashgan Ravshan davolash maskani viloyatda o'ziga xos ijobiy imijga ega. Klinikada galoterapiya, ya'ni tuz g'ori terapiyasining yo'lga qo'yilishi Sirdaryo tibbiyot turizmidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Davolash samaradorligini oshirish maqsadida tuz g'origa yangicha mexanizmlar asosida ishlaydigan zamonaviy tibbiy uskunalar keltirilgan. Bu uskunalar muolajalar jarayonida tuz zarrachalarini kerakli miqdorda purkab beradi. Tuz ionlari nafas yo'llariga chuqur kirib, organizmdagi kislorod almashinuvini yaxshilaydi. Mazkur muolaja qon bosimini bir maromga keltiradi. Shuningdek, bronxit, astma, yosh bolalarda uchraydigan laringit, asab sistemasi kasalliklari hamda boshqa kasalliklarni samarali davolaydi. Tuz nafaqat kundalik turmushda iste'mol qilinadigan mahsulot, balki qimmatbaho dori vositasi hamdir. Tibbiyotda bemorlarni tuz bilan davolash galoterapiya deb ataladi. Sirdaryo viloyati tibbiyotida yana bir yangilik. Mazkur klinikada Ravshan davolash maskanida galoterapiya, ya'ni tuz g'ori faoliyati yo'lga qo'yildi. Tuz g'ori faoliyati orqali yuqori nafas yo'llari kasalliklari, bronx yo'llari kasalliklari, astma kasalliklari bilan og'rigan bemorlar uchun yana bir ajoyib imkoniyat, yana bir ajoyib qulayliklar yaratildi. Tuzlar bilan qoplangan g'or devorlari o'zining g'aroyib ko'rinishi, ko'zni qamashtiruvchi, suvenirga o'xshash noyob tuz shakllari bilan insonga estetik zavq hamda huzur bag'ishlaydi, ruhiyatni tinchlantiradi. Galoterapiyaning asl mohiyati tuz parlari bilan nafas oldirib, bemorlarni sog'lom turmush tarziga qaytarishdir. Ushbu davolash turi haqida bizga oliy toifali nevropatolog Shamsiddin aka Azamov ma'lumot beradi. Assalomu alaykum Shamsiddin aka. Mana ko'rib turibmiz, ajoyib tuz g'ori faoliyati yo'lga qo'yilibdi. Mazkur tuz g'ori faoliyatining imkoniyatlari haqida bizga so'zlab bering. Xo'p, tuz g'orimizni ustunliklari, endi tuz g'ori hozir juda moda, trendda, hamma joyda qo'yilyapti. Bizniki afzalliklari, bizda apparat bilan ishlaymiz, ya'ni oldingida qanga ventilyatorga qo'yib tuzni sepib puf etib emas, bu mayda zarrachalar orqali kirganda Galavita apparatimiz bor, buni Rossiyadan olib keltirganmiz va mana bu yerda insonni skanerlaydigan o'zini qurilmasi bor. Shu kirganingizdan keyin nechta odam bo'lsa, o'shalarni skanerlab, shularni holatiga qarab, individualni, ya'ni odam soniga qarabgina chiqarib beradi. Ya'ni peridozirovka, buni oshiqcha o'tirib qolish yoki qanaqadir tuz ko'payib ketdi degan narsalar bo'lmaydi. Bu bizda bu apparatimizda misol uchun nafas yo'llari orqali kiriladi. Hech qanaqangi ustingizda tuzlari, boshqa narsasi qolmaydi. Bemalol qora kiyimda kirib ham o'tirsangiz, qop-qora chiqib ketadi. Bu nafas yo'li orqali. Bu hisoblab turadi havodagi zarrachalarni, shular tushgan payti qo'shimcha beradi. Har bitta kasallikni o'ziga qarab, turiga qarab tanlab qo'yiladi. Demak, bu texnikalar o'sha tuzni ma'lum miqdorda normalashtirib, me'yorga solib beradi. Me'yorga solib, o'sha kasallik turiga qarab o'tiradigan vaqtini ham o'zlari belgilab beradi. Shamsiddin aka, bu texnikaning, bu apparatning imkoniyatlari haqida suhbatlashsak. Xo'p, bu asosan doktorlarning tavsiyasi bilan qo'yiladi. Bu yerda apparatda o'zining rejimlari bor. Masalan, здоровые дети, sog'lom bolalar konsentratsiyasini belgilaydi va bu yerdan rejimga qo'yiladi. Qo'yganingizdan keyin mana 10 daqiqadan 60 daqiqagacha. Ya'ni bu o'zi skanerlab aytadi, bolani yoshini, anosini ko'rib yoki kattaligiga qarab vaqtlarni ham o'zi belgilaydi. Teri kasalliklari misol uchun yoki mana легкий и koja degan teri va o'pka. Kattalarniki mana взрослые дети, bolalar, kattalar deb отдельно. Har bitta kasallikni turiga qarab, yuqori nafas yo'lidami yoki teri kasalliklardami yoki yosh bolalar, kattalarga qarab rejimlariga qo'yib, o'sha tuzlarni sepib muolajamiz amalga oshiriladi. Aynan mazkur tuz g'ori qanday kasalliklarga shifo bo'ladi? Yuqori nafas yo'llarida muammosi bor bemorlarga asosan terida kasalliklari bor, ya'ni teridagi dog'lar, har xil. Undan tashqari allergik bemorlarimizga buni tarkibida tuzimizda yod bo'lgani uchun ham uyqularimizni ham yaxshilashga juda yaxshi effekt beradi. Demak, qalqonsimon bez kasalliklariga ham shifo bo'ladi. Qalqonsimon bez kasalliklariga asosan narg apparatimizda. Yodoterapiya. Yod terapiya xonasida o'sha GAI deymiz, gidroaeronizator nomlarini to'liq yozib beramiz sizlarga. Uni ular o'sha Yevropa standartlaridan o'tgan
holatda, misol uchun zo'b kasalligi bor, birdek magniy ichib yuradi, asabiy odamlar tushadigan bo'lsa, juda yaxshi natijalarga erishilgan. Bemorlar malakali shifokorlar kuzatuvida 20 daqiqadan 10 kun mobaynida muolaja olishmoqda. Tabiiy tuz g'orlari muhitini sun'iy ravishda yaratish orqali amalga oshiriladigan muolajalar endokrin tizimi kasalliklarini davolashda ham muhimdir. Tuz g'ori sokinlik izlaganlar uchun ham ajoyib muhitdir. Shifobaxsh, shu bilan birga maftunkor muhitga tashrif buyursangiz, o'zingizni qushdek yengil his qilasiz. Mana men Sardoba tumanidan kelganman. Mana belimda grijam bor edi. Grijadan hozir davolanyapman. Natijalari juda yaxshi. Doktorlarimizdan juda xursandmiz. Hamshira qizlarimiz ham juda muloyim, muomalali, hammalari. Shu klinikamizning alohida bir xonasida tuz g'ori ochilibdi. Ilgari mana zomin borardi, bolalar dardiga shifo topamiz deb odamlar Samarqand borardi. Hozir mana o'zimizning viloyatimizda ochilibdi, juda yaxshi. Odamlarga effekt foydasi tegadi. Yuqori nafas yo'llari shamollashi borlar kelib davolansa bo'lar ekan. Tuz g'orida mana muolaja olyapman, yaxshi mana. Mana apparati yaxshi apparati bor ekan. Bu boshqa joylarda eshitardim, purkaladi deb tuzi. Unda tuzi yo'q, purkalmas ekan apparatida ham. Mana yonida yotxonasi ham ochilibdi. U yotxonalarga ham kiramiz hozir. Bu yerda ham odamlar o'tirishibdi, davolanib. Bunaqa sharoitlar hammasi xalq uchun, e'tibor uchun rahmat bu. Hammasi bu e'tiborning bari tibbiyotga qaratilgan e'tiborda, bunday aytganda. Avvallari mana shunday tuz g'orlarini sihatgohlarda ko'rgan bo'lsak, endilikda klinikalarda ham, ya'ni xususiy klinikalarda ham faoliyat yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu bemorlar uchun ko'plab qulayliklarni yaratmoqda. Tuz g'ori, yotxonalar yoki podvodniy dush massaj, infrakrasniy kabinalar xususiy klinikalarda yo'q. Oldinlari, hozir ham deyarli sanoqli klinikalarda bor, Toshkentlarda. Bu narsalar sanatoriya qilib qilindi bizda. Ya'ni bemor kelgandan keyin faqat dori ukol bilan emas, fizioterapiya qilinib, bu yerda sanatoriyada dam olganda olib, mana bu bizda asosan mineral suvlarimizda odamlar shu vodiylarga borib olalardi yoki balchiq terapiyani faqat Toshkentda shu sanatoriyalarda qilib. Yo'q, o'sha narsalarni biz Sirdaryoga olib kirib, Sirdaryo xalqiga Xudo xolasa sifatli xizmat ko'rsatamiz deb niyat. Galavita apparatimizni birinchi qiladigan ishi havodagi o'sha tuzni miqdorini o'lchab turadi. Buni o'lchaydi-da, misol uchun havoda tushib ketdi, apparatga buyruq beradi, apparat yana ishlashni boshlaydi. Kirgan odam soniga qarab, apparat birinchi qancha ishlab olish kerakligini apparatni miyasi desak ham bo'ladi. O'sha yosh bola kirgan bo'lsa, bu yerda yosh bola rejimiga qo'yasiz. Bu o'sha bolaga mos holatda ishlab beradi. Samarasini necha kunda sezish mumkin yoki davolash muddati necha kun tashkil qiladi? 5 kundan 10 kungacha o'zi birinchi kundan Xudo xolasa effekti bor. Bemorlar o'sha birinchi tushgandan aytishadi, maza qildim, yana tushaylik deb. Shuningdek, klinikaga gidroaeroionoterapiya tibbiy uskunasi ham olib kelingan bo'lib, ushbu uskuna orqali yodli muolajalar olib boriladi. Bu yerda bemorlar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Shifobaxsh muhitda maxsus uskuna orqali yod zarrachalari yuqori nafas yo'llariga kirib borib, organizmni kunlik yod miqdori bilan to'yintiradi. Shu boisdan davolash samarasini bir marta olingan muolajaning o'zidayoq sezish mumkin. Azizlar, mazkur klinikada ko'rib turganingizdek, tuz g'ori faoliyati bilan birgalikda yodoterapiya faoliyati ham yo'lga qo'yilgan. Endilikda bemorlar mazkur terapiyaning natijalaridan mamnun. Ko'rsatuvimiz davomida yod bilan davolashning samaralari haqida ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lasiz. GAI apparatimiz gidroaeronizator deyiladi. U asosan qalqonsimon bez kasalliklarida keng foydalaniladi. GAI apparatimizda ustunlik tomoni biz endi bemorlarga har doim ham dori iching, birdek dori iching deya olmaymiz. Biz dengiz mahsulotlarini birdek iste'mol qilmaymiz. O'shaning hisobidan bu apparatimiz yodni nafas yo'llari orqali kirgizishga yordam beradi. Ayniqsa triazidniy zo'blariga juda ham foydali. Qalqonsimon bez faoliyatini juda yaxshilab, asablarimizga, uyqularimizni sokinlashtirishga yordam beradi. Necha daqiqa davomida? 10-15 daqiqa o'tiriladi. Agar o'zi yodni hidi bo'ladi, u dimog'ni achitishni boshlaganda bemorlar sekin asta almashtiradi. Bunda asosan asabiylar, yod yetishmovchiligi, biz endi dengiz bo'yida yashamaymiz-da.
dengiz bo'yida yashamaganimiz uchun yod birda yetishmaydi. Shuning uchun hamma O'zbekistonda напряженный, asabiy. O'shaning uchun bu narsalardan foydalanish kerak. Azizlar, Nafisa opa Boboyeva mazkur klinikada mana 10 kundan beri davolanib kelyapti. Nafisa opani o'zi bizlarga davolanish jarayonlari haqida so'zlab beradi. Mazkur klinikada yotganingizga mana 10 kun bo'libdi. Natijalar qanaqa? Natijalar yaxshi. Mana bugun 10-kun olishim lecheniялari. Oyog'im og'rib keluvdi. Umumiy muolajalar oldim. Juda yaxshi. Mana yangi fizioterapiya xonalari ochilibdi. Juda yaxshi. Hammasi natijalar yaxshi, a'lo. Demak azizlar, ayni damda biz yodoterapiya xonasidamiz. Bu yerdagi muolajalarning natijasi kasallarga juda ham ijobiy samarasini ko'rsatmoqda. Marhamat, jarayonlar qanday ekan? Salomatligingizda aynan mana shu yodoterapiya xonasida nimalarni sezdingiz? Qanday o'zgarishlar bo'lyapti? Yodoterapiyada masalan sezdim, yengil nafas olish, nafas organlari juda ham yaxshi. Mana 10 kun mobaynida lecheniya olyapman. Men masalan tuz g'orida mana yodoterapiya, boshqa muolajalari, umumiy muolajalarni ham oldim. Juda yaxshi. Sharoitlari hammasi yaxshi. Ovqatlanish hammasi o'z vaqtida olib kelishadi, o'z vaqtida muolajalari qilishadi. Juda yaxshi. Bu yerga biz oilaviy muntazam kelib davolanib turamiz. Juda yaxshi. Klinikada turli tibbiy xizmatlar yo'lga qo'yilgan. Bular stomatologiya, kardiologiya, magnit rezonansiya tomografiya tekshiruvi hamda boshqa yo'nalishlar. Tibbiyot maskaniga bemorlarning qo'shni viloyatlar, hattoki qo'shni respublikalardan shifo izlab kelishi bu yerda xizmat ko'rsatish sifati yuqori darajada ekanligini anglatadi. Yuqori malakali shifokorlarning to'g'ri va aniq tashxisi, maslahati, yaratilgan shart-sharoitlar bemorlarning klinikaga bo'lgan ishonchini yanada oshiradi. Bularning zamirida davlatimiz tomonidan xususiy tarmoqlarga berilayotgan imkoniyat va e'tibor mujassam. Turli yo'nalishlarda ko'rsatilayotgan sifatli tibbiy xizmat nafaqat salomatlikni yaxshilaydi, balki viloyatning turistik nufuzini ham yuqori darajaga olib chiqadi. Klinikada fizioterapiya yo'nalishida kedr daraxtidan tayyorlangan maxsus yog'och idish orqali tabiiy asal hamda bug' yordamida shamollash kasalliklari, ortiqcha vazn, teri kasalliklarini davolash jarayonlari ham ijobiy natija beryapti. Bu yerda bemorlarga asal suriladi. Asallarimiz bor. Asal surib, bu yerda o'zi mana gradusi o'zgargan. Buni yoqilgan holatda endigina 35-40 gradusga yetyapti. Bu par orqali o'zini apparati bor. Bu yerda suvni par orqali haydaydida teridagi poralarni ochishga yordam beradi. Buni effekti o'sha terimizda yumshoqlik, o'sha poralarni ochganning hisobiga nafas olishi, charchoq, organizmda og'riqlar ayniqsa bitada qo'yib yuboradi. Spazmlar, misol uchun tortishishlar, qanaqadir ular bo'ladigan bo'lsa, bu bochkalarimizda o'sha birinchi protsedurada kasallar juda ko'p bunga tushadigan, mana birday yoniq turadi. Bemorlar shaydosi bo'lib qoladi. Asosan miorelaksant sifatida foydalanamiz, ya'ni organizmni bo'shashtirgandan keyin grijalarda qo'llasak bo'ladi. Undan tashqari bizda cho'zadigan apparatimiz bor, podvodniy вытяжение, o'sha suv ostida cho'zadigan apparatimiz. O'shandan oldin biz bunga tushiradigan bo'lsak, ayniqsa standartga muvofiq muolaja olingan bo'ladi. Bu endi asosan charchoqni chiqarishga bemorlar bor. Faqat bu yerda dori ukollardan emas, bu narsalardan ham endi kimdirlar keladida, men dori ukol olmayman, faqat tabiiy davolash yo'li bilan, xalq tabobati bilan lecheniya olaman deydigan bo'lsa, biz bu narsalarni tavsiya qilamiz va qo'yib boryapmiz. Natijalari yaxshi. Bu infrakrasniy kabinamiz. Bu asosan bemorlarga, terisida dog'i bor bemorlarga qo'yiladi. Bu teriga 1-2 mm kirish orqali, sovuq ter orqali toksinlarni organizmdan haydaydi. Mana bu mayda dog'lar, teridagi muammolar har xil bo'ladigan anaqaga juda ham foydali hisoblanadi. Bu muolajamiz asosan teri kasalligi bor bemorlar bilan ishlaymiz. Kosmetologlar, dermatologlar bilan birgalikda olib boramiz.
Ravshan davolash maskanida tabiiy usulda olib boriladigan muolajalardan keng foydalaniladi. Bemorlarni mineral suv bilan davolash, shifobaxsh balchiq bilan davolash usuli ham ko'plab kasalliklarga shifo bo'lyapti. Balchiq bilan davolash muolajasi tayanch harakati a'zolari kasalliklari, oshqozon ichak kasalliklari, turli shamollash kasalliklarining qo'zg'almagan davrida hamda nevrologik kasalliklarda qo'llaniladi. Dush massaj deydi, vexrovoy. Bunda odam jakuzida qanday yotgan bo'lsa, o'shanda yotiladida va o'zi massaj qilib oladi. Biz bilamizki, massaj qilgandan keyin qon aylanishi yaxshi bo'ladi. Suvda qilingandan keyin natijasi 2 barobar yaxshi bo'ladi. Bu yerda hech qanaqa inson omilisiz, o'zi rejimlari bor, rejimlariga qo'yib massajlarimiz qilinadi. Bu qon aylanishini yaxshilaydi, metabolizmni oshiradi, organizmning oziqlanishini juda yaxshilab beradi. Ushbu muolajaning davomiylik muddati qancha? Bu 15 minutdan 20 minutgacha. Dush massajimiz misol uchun davom etdi 10 minut. Keyingi 10 minutligiga balchiq qo'shamiz. Balchiq bilan davom etaveradi. U balchiqimiz bizga Bolgariyadan keladi. Meditsinskiy hamma sertifikatlariga ega. Eng yaxshi tarafi uni ustidan yuvib tashlash shart emas. O'sha bilan borib shu yerda yotgan bemorlar yotishadi. Effekti uniki juda ham tez. O'sha kunning o'zida bilinadi. Aynan balchiq terapiya muolajasi qanday turdagi bemorlarga qo'llaniladi? Xo'p, bu yerda boyaginday artrit, artroz, bo'g'im kasalliklaridagi bemorlarga juda yaxshi effekt beradi. Suv ostida tortadigan apparatimiz, bu apparat barcha Yevropa standartlaridan o'tgan. Bu amaliyot jiddiy amaliyot hisoblanadi. Doktor обязательно shu bemorni o'zi boshida turib, ligirovka qilib, sekin astalik bilan tortiladi. Bu quruq tortish apparatidan ko'ra 2 barobar yaxshi natija erishiladi. Suvda bilamizki, gravitatsiya bor. O'sha erkin holatda bo'lgani uchun bemor biz tortishimiz va effekti 100% xudo xolos. Grijalarda, asosan grijada, bo'yin, bel grijalarida juda yuqori samaraliga ega. Xalqaro hamkorlik aloqalari. Klinikada yana bir yangilik. Ravshan davolash maskanida Hindistondan kelgan shifokorlar qabuli ham yo'lga qo'yilgan. Xorijlik mutaxassislar onkologik kasalliklar bo'yicha tashxislash hamda davolash ishlarini olib borishadi. Klinikamiz shart-sharoitlari juda ham ajoyib. Bemorlarimiz ham juda ham ajoyib. Bemorlarimiz bilan juda ham tez chiqishib ketamiz. Bizning klinikamizda yangi fizioterapiya bo'limi ochilgan. Fizioterapiya bo'limimizda tuz g'ori, yodniy xonalar, suv tagida tortish, mineral vannalar, massajniy vannalar, bundan tashqari yana balchiqli vannalar ham ochilgan. Bizdagi yangilik bu tuz g'ori va yodniy xona. Bu Gulistonda bitta. Doktorlarimiz, hamshiralarimiz, bundan tashqari kichik xodimlarimiz ham juda ham xushmuomala. Mazkur klinika, ya'ni Ravshan davolash maskani chet el davlatlari bilan ham hamkorlik ishlarini yo'lga qo'ygan ekan. Shu xususda suhbatlashsak. Hindistonda Sharda universiteti bilan bizda shartnomalarimiz bor. U yerdan doktorlar kelib, professorlar, xodimlar kelib dekabr oyida konsultatsiyalar o'tkazib ketishgan. Bundan tashqari 2026-yilda bizning shifokorlarimiz borib Hindistonda malakalarini oshirib kelishadi va universitet ochish. Demak, xususiy universitet ochish niyatlaringiz ham bor. Hindistonlik shifokorlarning bu yerda qabuli ham yo'lga qo'yilgan. Qabuli ham yo'lga qo'yilgan. Onkolog shifokori bizda juda ham muammoli defitsit vrachlardan onkologiya bo'yicha O'zbekistondan Hindistonga juda ham ko'p bemorlar murojaat qilishadi. Aynan o'sha mutaxassislar kelib, uro-onkologlar kelib, maslahatlashib, shu yerda 4 kun qabul qilishgan. Endi xudo xolasa borish navbati bizga. Biz borib bu yerda malaka oshirib qaytamiz. Yaratilgan kompleks takliflar bemorlar uchun jozibadorlik kasb etishi shubhasiz. Bu kabi noyob turdagi muolajalarning nafaqat qo'shni viloyatlarda, balki Sirdaryoda ham yo'lga qo'yilishi bemorlarning vaqtini hamda mablag'ini tejaydi. Ravshan davolash maskanida ana shunday qulayliklar yaratilgan.